Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. İşləp çıxarış quruluş Bangtuvan xəbərlər to'g'rining bildirishicha, İşləp çıxarış quruluş Bangtuvani va Shixanz universiteti birlashib, Tumshuq shahrida maxsus atalmış Janubiy Shinjang tadqiqot instituti qurib chiqdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, İşləp çıxarış quruluş Bangtuvan 3-diviziya Tumshuq shahrining muavin boshlig'i Yin Jiaojun va Shixanz universitetining muavin mudiri Li Jiaomin Janubiy Shinjang tadqiqot institutini o'rtaq qurish to'g'risida kelishimni imzolagan. Xitoy doiralarining nima uchun Sharq Turkistonning janubini asos qilingan bir tadqiqot o'rni qurmoqchi bo'lganligi chet ellardagi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Ular buni Xitoy hukumatining hozirgidek bir vaziyatda ishlab chiqarish qurilish punkti orqali Sharq Turkistonning janubini qanday qilganda texmi kuchlik va unumli qamal qilish, u yerga texmi ko'p Xitoy manqurtlarni yetkazish ustida bosh qotiradigan o'rni bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Xitoyning ishlab chiqarish qurilish punkti xabar to'g'ri bo'lsa, bu o'rinning qurilishiga baho berib, Tumshuq shahrida Shixanz universitetining Janubiy Shinjang tadqiqot institutining ta'sis qilinishi, maktabning markazning 3-qatimliq Shinjang xizmat yig'inining ro'yini yo'l qo'yish va partiyaning yangi Shinjongni boshqarish strategiyasini to'liq va to'g'ri yo'l qo'yishdagi konkret tadbiri. Bu maktab fan texnik ixtisoslari va texnikalik afzalliklarni to'liq joriy qildirdi. Ilmiy tadqiqot, ijtimoiy mulozimat va iqtisodning o'sish holatini ilgari surdi. Sanoat qurilmasini tanshab a'lolashtirdi. Janubiy Shinjang tadqiqot institutiga tayinib, munavvar aspirantlarni tanlab, Janubiy Shinjongdagi asosliq tadqiqot turlarini echishga qatnashtirdi. Hamda texnik ko'p o'quvchilarning Janubiy Shinjongga mulozimat qilishiga imkon yaratdi degan. İkinci ülkenin atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Partikomining muavin sekretari, İşləp çıxarış quruluş Bangtuvan Partikomining sekretari Wang Junjing Bangtuvanning kengaytirilgan yig'inida so'z qilib, Bangtuvandagi har darajalik o'rinlar va partiya a'zolaridan Xitoy Kompartiyasining atalmış qizil geniga varislik qilib, kommunizm e'tiqodini mustahkamlab, Xitoyning atalmış Shinjongni tuzash va tartibga solish, siyosatini izchillashtirishni, Shinjong xizmatining bosh nishonini amalga oshirishni Bangtuvanning mas'uliyat qilishini talab qilgan. Xabarda aytilishicha, Wang Junjing bu qatimliq yig'inda ishlab chiqarish qurilish punktlarining koni askarlarning atalmış Shinjongni qo'g'dash va gullantirishdagi inqilobiy ro'yiga varislik qilish, terrorlik zarb berib muqimlikni qo'g'dashni qonunlashtirish, tuzumlashtirish, doimlik vaziyatga aylantirish vazifasini qat'iy ijro qilishni ta'kidlagan. Punktlarining yaqinda ko'p ta'kidlayotgan atalmış islohotni cho'nqirlashtirish, islohot mevalarini qo'g'dash, harbiy tuzum va bir tutash boshqarish afzalligidan foydalanib, atalmış Shinjongni iqtisodini taraqqiy qildirishga yetakchilik qilish taktikalari tamoman bu rayonni Xitoyning harbiy va iqtisodiy bazasiga aylantirish. Xitoy hukumatining 1954-yili Bangtuvanni qurish maqsadi Sharq Turkistonni Xitoyning mangulik mustamlikasiga aylantirish uchun bo'lib, necha 10 yildan buyon atalmış Shinjongda muqimlik o'rnatish bosh nishon qilinganligi uchun ishlab chiqarish qurilish Bangtuvanning o'rni alohida yuqori ko'tarilgan va taraqqiy qildirilgan. 14-iyul chorshanba kuni Amerika Kengash palatasi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qullab, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini jazolash uchun Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi har qanday mahsulotlarni import qilishni cheklagan. Amerikadagi hozirgi belgilama bo'yicha, agar mahsulot ishlab chiqarish jarayonida majburiy emgakning borligiga oid paketlar bo'lsa, ularning Amerikaga import qilinishi cheklangan. Kengash palatasi 14-iyul chorshanba kuni ma'qullagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq tovarlarning majburiy emgak bilan shug'ullanadiganligini gumon qilgan. Agar undaq emasligiga oid paket isbotlar bo'lmasa, cho'qim Amerika hukumati tarqatgan guvohnoma bo'lishi kerak ekan. Bu qonun loyihasining o'rtaq qo'llovchisi Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi berayotgan jinoiy qilmishlarga ko'z yummaydiganligini, shundaqla shirkatlarning bu dahshatli ziyonkashliklardan foyda olishiga yo'l qo'ymaydiganligini, mazkur qonun loyihasining Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa millatlarning majburiy emgak chekishlik o'rinlarida ishlab chiqarilgan tovarlarning Amerika bozoriga kirolmasligiga kafolat qiladiganligini ta'kidlagan. Keyingi qadamda bu qonun loyihasi Avom palatasiga bilet tashlashga avatilib ma'qullansa, ondan prezident Joe Biden imzo qo'ygandan keyin rasmiy kuchga ega bo'ladi ekan. Shuning bilan bir vaqtda 15-iyul payshanba kuni Yevropa parlamenti Tashqi ishlar komiteti bilet tashlab, Xitoyga taqobil turishning yangi strategiyasini tasdiqlab, Yevropa Tayvan mablag' selish kelishimini qo'llagan. Hamda Yevropa ittifoqining kishilik huquq, klimat o'zgarishi va dunyo sayya kriziga taqobil turish qatorliq masalalar to'g'risida Xitoy bilan davomli suhbatlashishni talab qilgan. Dokladda Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsanchiligini tanqid qilgan va Xitoy Kompartiyasining Xitoy virusining kelib chiqishini mustaqil tekshirishga hamkorlashishni talab qilgan. Uningdan boshqa doklad loyihasida yana Xitoy Kompartiyasining Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqi organlariga qartilgan jazoni bekor qilishdan ilgari ularning Yevropa Xitoy universal mablag' selish kelishimining tasdiqlash jarayonini davomli to'g'ritadiganligini, Yevropa ittifoqining Tayvan bilan mablag' selish kelishimi suhbatini ilgari surishni talab qiladiganligini ta'kidlagan.
Amerika Davlat ishlar mahkamasi yaqinda Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Wendy Shermanning yaqin kelgusida Osiyoni ziyorat qiladiganligini e'lon qilgan. Ammo ziyorat safaridan Xitoyni chiqarib o'tgan. Egilishicha Amerika oxirgi paytda Wendy Shermanning Xitoy ziyoratini amaldan qoldirishi texnicha oydinlashmagan Joe Biden bilan Xi Jinpingning ko'rishishini texmo mujmal holatga tushirib qo'ygan. Amerika Davlat ishlar mahkamasining rasmiy tor beti 15-iyul bayonot e'lon qilib, muavin davlat ishlar kotibi Wendy Shermanning 18-iyuldan 25-iyulgacha Yaponiya, Koreya va Mongoliyada ziyorati bo'lganligini e'lon qilgan. Bayonot yana butun ziyorat jarayonida muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman Amerikaning ittifoqdoshlari va sheriklari bilan hamkorlashib, Endi Tinch okean rayonining tinchligi, bexatarligi, gullanishini ilgari surish va qoidaga asoslangan xalqaro tartibni saqlashni qayta ta'kidlaydi ekan. Afg'onistonda tinchlik musobaqasini va to'qinishlardan keyingi hal qilish chorasini qo'llash uchun Amerika, O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistondan iborat 4 taraf formatini qurish qaror qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligi Toshkentda Afg'oniston masalasi to'g'risida 4 taraf uchrashuv o'tkazilganligi to'g'risida bayonot e'lon qilib, O'zbekiston Tashqi ishlar ministri Abdulaziz Kamilov, Afg'oniston Tashqi ishlar ministri Muhammad Hanif Atmar, Pokiston Tashqi ishlar ministri Shoh Mahmud Qurayshi va Amerikaning Afg'oniston ishlari alohida vakili Zalmay Xalizodning Toshkentda o'zaro uchrashganligini, mazkur davlatlarning rayonlik munosabatlarni kuchaytirishni maqsad qilgan yangi 4 taraf diplomatik format qurish masalasida kelishganligini qayd qilgan. Bayonot yana kuchli ta'sirga ega xalqaro savdo yo'llarini texmo taraqqiy qildirish uchun taraflarning savdolarini kengaytirish, yangi tranzit yo'llarini shakllantirish va savdo turlarini kuchaytirish uchun birlikda tirishchilik ko'rsatishning maqsad qilinganligi ta'kidlanib, taraflarning bu hamkorliklarning shartlarini birlikda bekitish uchun keyingi oyda o'zaro uchrashish masalasida fikr birlik hosil qilinganligi bildirilgan. Atiganlik nashta shu vaqt tomoq ichidagi eng muhim tomoq hisoblandi. Uzoq mezgil nashta qilmaganda turli kasalliklar paydo bo'ladi. Birinchi, oshqozon yallig'i yoki oshqozon yorisin paydo qiladi. Atiganda nashta qilmaslik hazm qilish sistemasining sog'lomligiga hammadan ziyonli. Odatda normal ahvolda oldingi kuni kechda yegan tomoq 6 soat atrofida oshqozondan o'tib, uchay yo'liga kirib bo'ladi. Navoda ikkinchi kun atiganda nashta qilmaganda oshqozon kislotasi va oshqozondagi hazm qilish enzimlari oshqozonning tirpini hazm qilishga boshlaydi. Doim shunday bo'laverganda hujayra ajratgan yepishqoq suyuqlikning normal iqdori buzg'unchilik uchrab, oshqozon yarisi va 12 barmoq uchay yarisi qatorliq hazm qilish sistemasi kasalliklari paydo bo'ladi. Ikkinchi, o't tosh paydo bo'ladi. Mutaxassislar nashtada yog' tarkibi yuqori yemeklarni ozroq iste'mol qilishni, atiganda nashta qilmaslik odatlanib qolmaslikni tavsiya qiladi. Chunki atiganda osh qo'rsoq turaverganda o't suyuqligi osonli yig'ilib qilib o't tosh paydo bo'ladi. Uchinchi, tas bo'shliqi yallig'ini paydo qiladi. Ko'pincha qiz ayollar o'riqlash uchun hatto nashtani qilmaydi. Bunda qilganda ko'piy sistemasining sog'lomligiga og'ir ta'sir etadi. Bo'libmi qishda nashta qilmaganda odam badaniga osonli quvvat yetishmay qoladi. Shu sababli ayollarning badanini sovuq qoplab, tas bo'shlig'idagi qon tomirlar tariyib kasal paydo qiladi. To'rtinchi, qon tomir kasalliklari paydo qiladi. Uzoq mezgil nashta qilmaganda to'van quyuqlikdagi yog' oqsili qon tomir devoriga yig'ilib qilib, arteriya qetishni paydo qiladi. Shunga sog'lomlik uchun atiganda nashta qilish kerak. Nashtada sut, qatiq, irimchik, oshliqdan ishlangan yemekliklar, arpa umichi, meva yoki meva sharbat qatorliqlarni iste'mol qilish muvofiq. Xabarlarimizga ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.